Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamda davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi tezkor xodimlari hamkorligida respublika hududiga kontrabanda yo'llari orqali giyohvandlik vositalarini noqonuniy olib kirilishning oldini olish maqsadida Toshkent viloyati Ohangaron shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan Farg'ona-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan avtotransport vositasi Ohangaron shahrida to'xtatildi. Ushbu transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaroga xolislar ishtirokida shaxsiy ko'rikdan o'tkazilishi tushuntirilganda, u o'z yonida giyohvandlik vositalari borligini ma'lum qildi. Shundan so'ng uning shim cho'ntagida 93 gram giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, aniqlangan giyohvandlik vositasi gashish giyohvandlik moddasi turiga mansubligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. 2026-yilning dastlabki 3 oy yakuniga ko'ra, viloyat bojxonachilari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan hamkorlikda giyohvand vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurash yo'nalishida 14 ta holatda 134,6 kilogramm giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi.